Hurmatli obunachilar, juda ham byudjetli narxda uyimizga chiqdi. Narxini oxirida aytaman. Maksimal do'stlar yuborib qo'ying. Qimmatroq uyga pul yetmaganlar ham uy olib qolishi mumkin. Narxi zo'r juda ham. Qani ketdi. 2 xona 50 kvadratli razdельный xonadonimizda kirganimizda bunaqa zalimizda takoy chiroyli qilib qo'yishgan. Yangi uy, hech kim yashamagan. Kirish qismimizda bu yoqdan boshlanadi. Bu yoqda stroyni anaqa joylar, shkaflar qilib qo'yishgan. Zalimizda bu yoqda televizorni zonamiz, o'tiradigan zona qilib qo'yishgan, chiroyli qilib. Uyimiz juda ham chiroyli, yangi remont, hech kim yashamagan. Narxi sizga aniq yoqadi. Bu esa spalnamizda joylashgan, spalnya ko'rasizlar, takoy yutni qilib qo'yishgan. Juda ham chiroyli qilib. Bu yoqda shkafning zonasi bor. Ko'rasizlar. Ustarga ham bering, juda ham chiroyli ustarlar qo'yishgan. 2 xona razdельный, bu yoqda sanuzlimizda joylashgan. Bu yoqda shkaf. Ko'rasizlar. Oshxonamiz. To'rttala o'tiradigan stol, stol. Oshxonamiz ko'rinish holat. Bu uyimizning narxi 69500. Ozgina kelishda beramiz, ushbu qilib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.